Endi PSG g'olib bo'lgan jamoa va Klublar jahon chempionatida ham yutib ketdi PSG. Zo'r o'yin bo'lgandi. endi bu butunlay boshqa o'yin bo'ladi menimcha, chunki umumiy tizim e'tibori bilan Bavariya kattaroqdek tuyulyapti mening nazdimda. PSG o'sha yetiladi-yu, ozgina pishadigan paytida turibdi. Soch Bavariyadan o'tib olsa, shunaqa bo'lgandi o'zi. O'tgan yili ham pishib kelgan va PSG bor ekan-ku, Dembele bor ekan-ku deb turib hamma e'tibor qaratganda yarim final etdi. Undan oldingilarda Arsenal bilan edi. Arsenal bilan ham Arsenal yaxshiroq o'ynagan, hatto ikkinchi o'yinda. Juda ham bir pishiq jamoa, butun jamoa bo'lib kelmagan. Bavariya boshdan shunaqa bo'lib kelyapti-da. Yirik hisoblarda chempionatini agar bahona qilib, ikkalasining chempionati o'xshash. Malol yuradigan chempionat, ular uchun qilib beriladi hamma narsa. Parijga ham boshqa. Bu yerda sal Bavariyani 51-49 deb ko'ryapman. Umumiy butunlik e'tibori bilan.